Agar siz 2026 yil 28 avgustgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pulni ololmay qolishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun aytilmayapti. Men bugun aynan shuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim ariza berishi kerak, kim kechiksa to'lovdan qoladi, kimga bu qoida taalluqli emas, qaysi xatolar odamlarni puldan mahrum qiladi. Ma'lumot juda muhim, chunki ko'pchilik menga avtomatik tushadi, keyinroq topshiraman. Hali vaqt bor deb yurib, oxirida o'z haqqini ololmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarga real yordam beradi. Men avvalo eng muhim narsani aniq aytaman. Ko'p turdagi davlat to'lovlari, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar yoki qayta hisob kitoblar avtomatik berilmaydi. Ya'ni siz huquqingiz borligi uchun pul o'z-o'zidan kartangizga tushib qolmaydi. Davlat organi yoki mas'ul tashkilot sizning holatingizni ko'rishi, hujjatingizni qabul qilishi, ma'lumotlaringizni tekshirishi va shundan keyin qaror chiqarishi kerak bo'ladi. Mana shu jarayonning boshlanish nuqtasi ariza hisoblanadi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Agar menga pul tegishli bo'lsa, baribir berishadi. Amalda esa bunday emas. Masalan, bir oilada nogironligi bor farzand bo'lishi mumkin. Boshqa bir oilada boquvchisini yo'qotgan shaxs bo'lishi mumkin. Yana boshqa bir odam pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyozli to'lov bo'yicha qayta ko'rib chiqishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ariza bo'lmasa, tizim bu masalani alohida ko'rib chiqmasligi mumkin. Hujjat topshirilmagan bo'lsa, mas'ul idora bu fuqaro murojaat qilmagan deb hisoblaydi. Endi nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, muddat masalasi juda jiddiy bo'lib qoldi. 2026 yil 10-avgustgacha ariza berish talabi aynan shuning uchun muhim. Belgilangan sanagacha murojaat qilgan odamning huquqi ko'rib chiqiladi. Belgilangan sanadan keyin kelgan odam esa ayrim to'lovlar bo'yicha o'tgan davr uchun pulni ololmasligi mumkin. Ya'ni gap faqat arizani kech topshirdim, javob kechikadi degan narsa emas. Gap pulning butunlay yo'qotilishi haqida ketmoqda. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir fuqaroning oyiga 60 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov olishga asosi bor. U 2025 yil sentabr oyidan boshlab bu to'lovga haqli bo'lgan, lekin ariza bermagan. Agar u belgilangan muddat ichida murojaat qilsa, ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham hisob kitob qilinishi mumkin. Lekin u 2026 yil 10-avgustdan keyin kelib, men oldin ham haqli edim desa, unga siz o'z vaqtida murojaat qilmagansiz deyilishi ehtimoli yuqori. Natijada 10 oy, 11 oy yoki undan ko'proq pul kuyishi mumkin. Oyiga 600 ming so'mdan 10 oy degani 6 million so'm. Bu oddiy oila uchun katta pul. Men birinchi navbatda hujjatlarida o'zgarish bo'lgan odamlarga e'tibor berishni maslahat beraman. Masalan, oilada daromad kamaygan bo'lsa, boquvchi vafot etgan bo'lsa, nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, bola tug'ilgan bo'lsa, aliment masalasi paydo bo'lgan bo'lsa, ish joyi yo'qolgan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa qayta hisoblanishi kerak bo'lsa. Bularning hammasi ariza berish uchun asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ilgari hujjat topshirgan, lekin javobini oxirigacha kuzatmagan odamlar. Ko'p odam ariza berganman deb o'ylaydi, lekin aslida ariza ro'yxatga olinmagan, hujjat yetishmagan, noto'g'ri idoraga yuborilgan yoki rad javobi kelgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam mahallaga borgan, bir varaq qoldirgan, og'zaki gaplashgan, keyin men murojaat qildim deb yuradi. Lekin huquqiy nuqtai nazardan qaraganda, ro'yxatga olingan ariza sana, raqam va tasdiq bo'lmasa murojaat isbotlanmaydi. Uchinchi guruh. Menga baribir tegmaydi deb o'zini chetga tortayotganlar. Masalan, bir ayol 2 farzandi bilan yashaydi, eri ishlamaydi yoki norasmiy ishlaydi. U oilaviy sharoiti og'ir bo'lsa ham, mening uyim bor, menga yordam berishmaydi deb ariza bermaydi. Aslida ijtimoiy to'lovlarda faqat uy bor yo'qligi emas, oilaning real daromadi, farzandlar soni, mehnatga layoqatli a'zolar holati, sog'lik bilan bog'liq vaziyatlar, ro'yxatdagi ma'lumotlar ham ko'rilishi mumkin. Ariza bermasa, hech kim uning sharoitini tekshirib o'tirmaydi. 4-guruh. Keksalar va ularning farzandlari. Ko'p pensionerlar hujjat ishlaridan charchaydi. Bolam, menga shu pensiya yetadi deydi. Lekin pensiya ishida xatolik, staj kiritilmagan davr, ish haqi ma'lumotnomasi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar qayta hisoblash uchun ariza kerak bo'lsa, kechikish pulga ta'sir qiladi. Masalan, bir otaxon 1990 yillarda ishlagan joydan ma'lumotnoma topdi, lekin uni topshirishni 1 yilga kechiktirdi.
Agar qayta hisoblash faqat ariza sanasidan boshlab qilinsa, o'tgan 1 yil uchun qo'shimcha pulni ola olmasligi mumkin. Oyga 2000 ming so'm farq chiqsa, 1 yilda 3 million so'm yo'qotish degani. Endi kimlar ortiqcha vahmaga tushmasligi kerak? Agar siz allaqachon ariza bergan bo'lsangiz, arizangiz ro'yxatga olingan bo'lsa, sizda qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki elektron xabarnoma bo'lsa, unda sizning asosiy vazifangiz natijani kuzatish. Bunday holatda yana qayta ariza beraymi deb shoshilish shart emas. Lekin arizangiz holatini tekshirib qo'ying. Ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat so'ralganmi, rad etilganmi yoki tasdiqlanganmi? Agar sizga tegishli to'lov avtomatik tayinlanadigan toifaga kirsa, masalan, ma'lum bir elektron tizimlar orqali ma'lumotlar o'zaro almashib, alohida arizasiz hisoblanadigan holat bo'lsa, unda ham xotirjam bo'lishdan oldin bitta narsani tekshiring. Sizning ma'lumotlaringiz tizimda to'g'rimi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, oila tarkibi, bolalar haqidagi ma'lumotlar xato bo'lsa, avtomatik tizim ham xato natija beradi. Agar siz umuman bunday to'lov, kompensatsiya yoki imtiyozga da'vogar bo'lmasangiz, sizga bu muddat bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir oilangizda keksalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz onalar, ishsiz qolganlar, talaba farzandi bor oilalar, bo'g'uvchisini yo'qotganlar bor yo'qligini tekshirishni maslahat beraman. Ko'p hollarda puldan aynan o'zi bilmagan odamlar qolib ketadi. Birinchi misol, 3 farzandli oila bor. Otasi mavsumiy ishlaydi. Onasi uyda bolalarga qaraydi. Oilaning daromadi bir oy bor, bir oy yo'q. Ular yordam olishga ariza berishni ortga surib yurishadi. Hozir dalada ish bor, keyin qishda topshiramiz deyishadi. Lekin belgilangan muddat o'tib ketadi. Agar ularga oyga 800 ming so'm yordam chiqishi mumkin bo'lgan bo'lsa, kekkasini oy kechikish 6 million 400 ming so'm yo'qotish bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi bu pul oziq-ovqat, dori. Bolalarning kiyimi yoki maktab xarajatiga ketishi mumkin edi. Ikkinchi misol. Bir ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov borligini eshitgan, lekin hujjat yig'ishga qiynalgan. O'lim haqidagi guvohnoma, nikoh hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, bank rekviziti, yashash joyi ma'lumotlari. Keyingi oy boraman deb yurgan. Oradan 9 oy o'tgan. Agar qonuniy tartibda faqat murojaat sanasidan keyin to'lov tayinlansa, u o'tgan 9 oy uchun mablag'ni yo'qotadi. Bu yerda muammo uning haqqi yo'qligida emas, o'z vaqtida rasmiy ariza bermaganda. Uchinchi misol. Bir pensionerning mehnat stajida 5 yil kiritilmay qolgan. U eski korxonadan arxiv ma'lumotnomasini topgan, lekin pensiya jamg'armasiga yoki vakolatli organga ariza bilan murojaat qilmagan. Faqat qo'shnisiga ko'rsatgan. Mana topdim degan. Hujjat uyda tursa, pensiya o'zgarmaydi. Hujjat rasmiy arizaga ilova qilinib topshirilgandan keyingina qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Agar farq oyiga 300 ming so'm bo'lsa, 1 yil kutish 3 million 600 ming so'm zarar degani. 4-misol. Bir yigit nogironlik guruhi belgilanganidan keyin qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar haqida bilmagan. U faqat tibbiy xulosa bor. Shu yetadi deb o'ylagan. Lekin to'lov tayinlash uchun alohida murojaat kerak bo'lishi mumkin. Tibbiy hujjat sababni tasdiqlaydi, ariza esa jarayonni boshlaydi. Sabab bor, lekin ariza yo'q bo'lsa, pul kelmaydi. Men bu yerda juda muhim nuqtani aytaman. Har bir to'lovning o'z tartibi bor. Ba'zilarda pul ariza berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Ba'zilarda muayyan muddat ichida murojaat qilinsa, oldingi davr ham qoplanadi. Ba'zilarda esa kechikkan bo'lsangiz, faqat kelajak uchun tayinlanadi. Shuning uchun hammasida bir xil deb o'ylamang. Siz o'zingizning holatingiz bo'yicha aniq tartibni so'rashingiz kerak. Yana bir xato, odamlar og'zaki maslahatni rasmiy javob deb qabul qiladi. Masalan, xodim sizga chiqmasa kerak desa, odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda asos bor deb hisoblasangiz, arizani baribir rasmiy topshiring. Rasmiy arizaga rasmiy javob berilishi kerak. Rad etilsa ham sabab yoziladi. Sabab yozilgandan keyin siz nimani to'g'rilash kerakligini bilasiz. Daromad ma'lumotimi, oila tarkibimi, hujjat yetishmasligimi, bank rekvizitimi yoki boshqa masalami? Yana bir nozik shart. Hujjatdagi bitta xato ham to'lovni to'xtatishi mumkin. Familiya bir joyda eski, bir joyda yangi bo'lsa, pasport almashtirilgan, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, bola tug'ilganlik guvohnomasidagi ism bilan tizimdagi ism farq qilsa, bank kartasi boshqa odam nomida bo'lsa, telefon raqami ishlamasa,
ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Ba'zan odam davlat pul bermayapti deydi. Aslida tizimda ma'lumot mos kelmayotgan bo'ladi. Bank kartasi masalasini ham jiddiy oling. To'lov ko'pincha fuqaroning o'z nomidagi karta yoki hisob raqamiga o'tkaziladi. Siz qarindoshingiz kartasini bersangiz, pul o'tmasligi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lsa, hisob bloklangan bo'lsa, bank rekviziti noto'g'ri yozilgan bo'lsa, to'lov qaytib ketadi. Keyin uni qayta tiklash uchun yana vaqt ketadi. Yana bir keng tarqalgan xato, odamlar muddatni oxirgi kunga qoldiradi. 2026 yil yo'g'on bekor avgustga qadar deyilgan bo'lsa, men buni 15 avgust kuni borib topshirish kerak deb tushunmayman. Oxirgi kun tizim ishlamasligi, navbat ko'p bo'lishi, hujjat yetishmasligi, bayram yoki texnik nosozlik chiqishi mumkin. Aqlli yo'l. Kamida bir necha hafta oldin ariza topshirish. Agar hujjat qaytsa tuzatishga vaqt qoladi. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Qaysi to'lov yoki imtiyoz bo'yicha murojaat qilmoqchisiz? Sababi nima? Daromad kamayganmi? Farzand tug'ilganmi? Nogironlik belgilanganmi? Boquvchi yo'qotilganmi? Pensiya qayta hisoblanishi kerakmi? Kompensatsiya so'rayapsizmi? Buni qog'ozga yozsangiz, idorada ham aniq gapirasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, bank rekviziti, yashash manzili, oila tarkibi, daromadga oid ma'lumotlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, o'lim haqidagi guvohnoma, mehnat staji yoki arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Sizning holatingizga qarab ro'yxat o'zgaradi, lekin asosiy maqsad bitta. Siz pul olishga haqli ekaningizni hujjat bilan ko'rsatish. Uchinchi qadam, vakolatli joyga murojaat qiling. Bu mahalla ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli tashkilot bo'lishi mumkin. Men doim shuni aytaman. Qaysi idora mas'ul ekanini aniqlang va arizani aynan o'sha tartibda topshiring. Noto'g'ri joyga berilgan hujjat vaqtni yo'qotadi. To'rtinchi qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi dalil oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami, sana va qabul qilgan xodim ma'lumotini so'rang. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqami, SMS, elektron kvitansiya yoki shaxsiy kabinetdagi holatni saqlab qo'ying. Keyin muammo chiqsa, men topshirganman degan gapni isbotlay olasiz. 5-qadam, arizani yozishda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Menga yordam bering deb yozishdan ko'ra, men falon turdagi to'lovni tayinlashni so'rayman. Sababi falon. Hujjatlar ilova qilindi deb aniq yozing. Masalan, oilamning daromadi kamaygani va voyaga yetmagan farzandlarim borligi sababli ijtimoiy yordam tayinlashni so'rayman. Yoki mehnat stajimga oid qo'shimcha arxiv hujjatlari taqdim etilayotgani sababli pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Aniq ariza aniq ko'rib chiqiladi. 6-qadam. Javob muddatini kuzating. Ariza topshirib, keyin unutib yubormang. Belgilangan muddat o'tgandan keyin holatini so'rang. Qo'shimcha hujjat talab qilinsa, darhol topshiring. Ko'pincha odamlar aynan shu yerda yutqazadi. Idora qo'shimcha hujjat so'raydi. Fuqaro esa SSMS'ni ko'rmaydi yoki telefon almashtirib qo'yadi. Natijada ariza to'liq emas deb yopiladi. 7-qadam. Rad javobi kelsa taslim bo'lmang. Rad javobida sabab bo'lishi kerak. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, hujjatni to'ldiring. Agar ma'lumot xato bo'lsa, tuzating. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga yoki belgilangan tartibda shikoyat qiling. Muhimi, hammasini yozma tarzda qiling. Men yana bir maslahat beraman. Oilangizda hujjat ishlarini bitta odam nazorat qilsin. Masalan, farzandlardan biri ota-onasining pensiya hujjatlarini, kartasini, telefon raqamini, ariza sanalarini yozib borsin. Chunki keksalar ko'pincha qaysi kuni qayerga borganini eslay olmaydi. Oddiy daftar tuting, qaysi sana, qaysi idora kim qabul qildi, ariza raqami nima, qanday javob keldi. Bu juda sodda usul. Lekin ko'p pulni saqlab qoladi. Eng xavfli xato bu kutish. Hali vaqt bor degan fikr odamni eng ko'p zarar ko'rsatadi. Bugun hujjat yig'ishni boshlasangiz, ertaga bitta ma'lumotnoma yetishmasligi chiqadi. Indinga uni olishga borasiz. Keyin tizimda xato chiqadi. Shuning uchun muddat uzoqdek ko'rinsa ham amalda vaqt tez o'tadi. Ikkinchi xato boshqa odamning tajribasiga qarab xulosa qilish. Qo'shningizga chiqmagan bo'lsa, sizga ham chiqmaydi degani emas. Qarindoshingizga avtomatik tushgan bo'lsa, sizga ham avtomatik tushadi degani emas. Har bir oilaning tarkibi, daromadi, hujjati
ro'yxati va huquqiy asosi boshqa. Uchinchi xato bu hujjatni uyda saqlab yurish. Tibbiy xulosa, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori, tug'ilganlik guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, ajrim hujjati, aliment qarori. Bularning hammasi faqat rasmiy arizaga ilova qilinganda ish beradi. Hujjat borligi yaxshi, lekin topshirilmagan hujjat to'lovini boshlamaydi. 4-xato bu muddatni noto'g'ri tushunish. Bo'lgan 8 avgustgacha deganda siz ariza berish jarayonini o'sha sanadan oldin yakunlab qo'yishingiz kerak. Hujjat yetishmay qolsa men kelgandim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun 2026 yil bo'lman bekas avgustni oxirgi davr deb biling. Lekin o'zingiz uchun undan oldinroq ishki muddat belgilang. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Agar sizda to'lov, kompensatsiya, nafaqa, pensiya, qayta hisob kitobi yoki ijtimoiy yordam olishga asos bo'lsa, ariza berishni kechiktirmang. 2026 yil 15-avgustgacha bo'lgan muddatni jiddiy qabul qiling. Kechikkan odam ayrim holatlarda o'tgan davr uchun pulini yo'qotishi mumkin. Bu bir oyda 300 ming so'm bo'lishi mumkin, 800 ming so'm bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalarda esa bir necha million so'mga yetadi. Men sizdan shuni so'rayman. Bugunoq oilangizdagi hujjatlarni tekshiring. Kimga ariza kerakligini aniqlang. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni oling va javobni kuzating. Kommentariyada yozing. Sizda bunday holat bo'lganmi? Ariza topshirganmisiz? Qaysi joyda qiyinchilikka duch kelyapsiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida eshitsa, o'ziga tegishli pulni yo'qotmaydi.